Bo'yi 80 sm bo'ladi. Qopqoq 10 sm, plintusi 6 sm, noli 7 sm. Где-то 1 metrga boradi bo'yi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. Olov bo'lib bitgan Xitoy metallogranit 120 ga 60 sm. Toza Xitoy, O'zbekiston emas. O'zbekistonda ham bor. Lekin biz Xitoynikidan qilyapmiz. Ko'rishlaringiz mumkin. 1 metrini usta haqi, materiali, dastavkasi, даже burchaklardagi chiqadigan отходlarni ham qo'shmaymiz akalar biz. Shunday bitishiga olamiz. 450 ming so'm bo'ladi akalar. Ko'rishlaringiz mumkin. 1 sloy, 2 sloy, 3 sloy chaxi ham bo'ladi akalar. Bu narxlar vodiy bo'yicha amal qiladi. Toshkentga esa ozgina narxlar qimillab qoladi. Burchatkamiz esa 15 ga 30 razmerda. Xuddi shu holatda bitishi 1 kvadrat metri 140 ming so'm atiga akalar. Unga uy egasi sement, metpisok, kafelni kilayini olib bersa bo'ldi. Qolgan hamma xarajatlari o'zimizdan bo'ladi. O'zimiz olib borib, o'rnatib, chiroyli qilib bitkizib beramiz. Buning uchun quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring bo'ldi akalar.